Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana bugun yana bir tong ottirdi ishxonada. Samolyotda hammasi o'z vaqtida uchyapti. Bugun 4-avgust, ertaga 5. Bugundan bilindi mana o'zi chilla chiqqani. Havo bulut, havo muzdek. Ertalabdan salqin yaxshi bo'lyapti mana. Xudo xolisa bu yog'i endi kechasi havo yaxshi bo'ladi, mo'tadil bo'ladi. Havo muzdekroq bo'ladi, kunduzi issiq bo'ladi. Xudo xolisa Allohning kuni endi biz bilmaymiz-ku. Xudo xolisa endi mana chilla chiqdi. Yaxshi bo'ldi mana. Osmonda mana bulutlar toshgan. Toshkentning osmoni bulut, qora bulutlar qoplagan. Balki yomg'ir yog'ishi ham mumkin, bilmadim endi. Bugundan Xudo xolisa mana chilla chiqqani bilinyapti. Havo zo'r. Shunaqa gaplar. Aeroportdami? Aeroportimizda mana havolar yaxshi. Osmon bulut. Ish qizg'in. Sog' bo'linglar.